Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Aynan Telegramdagi yozishmalar sudda dalil sifatida inobatga olinadimi degan bir savollaringiz tug'ilishi mumkin. Unda qarz olish, mulkka bo'lgan qanaqadir kelishuv, shartnomalar, ya'ni bu og'zaki bitim. Masalan, mana mulkimni saqlab turasan, men senga falon pul beraman deyishlar yoki mana bu mulkni, mashinani ishonchnoma orqali berish, ya'ni aslida ishonchnoma orqali sotib olasizlar, mana shu narsalarni qilish Telegramdagi yozishmalar orqali inobatga olinadimi sudda degan savolga albatta inobatga olinadi, lekin uni dokazat sifatida, ya'ni isbot sifatida, dalil sifatida taqdim qilib bilish kerak. Ikkinchi tarafingiz u narsani tan olmasa, yo'q, men bunaqa ish qilmaganman, men yozmaganman, men nom yozilgan bo'lsa ham men emasdim u deyish mumkin. Siz shunaqa paytda nima deysiz unga? Qanday yo'llarni tutasiz? Ya'ni bu holatda dalilni tasdiqlatishingiz kerak, shahodatlash kerak. Shahodatlashmi? To'g'risini aytganda, mana bu ko'nikmasi bor, o'ylab ko'radigan, yangilikni qila oladigan, qonunchilikni to'g'ri tatbiq qiladigan inson, notarius. Shunaqa notariuslarga murojaat qilsangiz, uni shahodatlab beradi sizga, tasdiqlab beradi. Keyin siz bemalol aynan dalil sifatida buni sudga taqdim qilishingiz mumkin, agar shunaqa savollar tug'ilsa.